Advokat aka avvalni bor zo'r chiqdi, alkofon bu. Aka, avvalni bo'lsa, alkofon bo'lib qolmaydi-yu. Aka rostdan ham buni tunigadan qildingiz, mana avvalni qanday qilib chiqaryapsizlar? Xo'p, rostdan ham tunikafon. Bu mahsulotlarni hammasini Asprofildan olyapmiz. Xo'p, advokat aka buni alkofon bilan farqi qanaqa bo'ladi? Narxida, boshqasida? Xo'p, aka, bu ishimizni alkofon bilan hisob-kitob qilganda o'rtacha $2000 narsa qiladi. $5000 alkofon, buni $3000 bitkazib beryapmiz hozir. Pastki alkofon bilan bir xil chiqib lekin. Omad shunaqa, figurasi, boshqasi ko'rganki odam alkofon deb o'ylayapti. Tunika mahsulotini 200 kvadrat ketdi bekka. 1 kvadratini 155 ming so'mdan hisob-kitob qilib olganmiz bu ishimizni. Noto'g'ri ta'minlida bo'lgan-ku. Akalar, uylarda yoki shunaqa binolarda alkofon to'ldirmoqchi bo'lsanglar, shu bilan biriga biri bo'lgan mana shunaqa tunikalarimiz ham bor. Ko'rishinglar mumkin, yiltirashini qaranglar akalar. Abduvahid aka, ishingizni ko'rdik aka, juda zo'r chiqibdi. Shunaqa ustalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiramiz. Telefon qilsanglar bo'la oladi.